2022-yil 4-dekabr, demak mana 38-savolimizni ko'rib o'tamiz. Ajoyib savollardan biri. Savol quyidagicha mana nima deyapti mana? Gx funksiyamiz qanaqa funksiya ekan? Kx plus b va fx funksiyamiz ax kvadrat plus bx plus c funksiyaning grafiklari berilgan deyapti. Grafikdan foydalanib quyidagilarni toping deyapti. A savol aytyapti, mana shu fx funksiyadan hosillanib 2 da qiymatini top deyapti. B savol esa mana shularni topib ber deyapti. Demak, biz undan oldin nima qilishimiz kerak? Biz gx bilan fx funksiyani aniqlab olishimiz kerak. Qanaqa mana klar bilan topib funksiyani o'zi qanaqa ekanligini topib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda gx funksiyani yozaylik. Demak, gx funksiyamiz bilan gx funksiyamiz nima ekan? Kx plusdan b. Endi bitta holatda mana x 6 ga teng bo'lgan, y 0 ga teng bo'lgan. Shu nuqtani tekshirsak, demak, bitta nuqtamiz bor ekan, qanaqadir a nuqta deydigan bo'lsak, koordinatasi 6 ga 0 bo'lgan ekan. Keyin mana bu nuqtani qanaqadir b nuqta deydigan bo'lsak, nima bo'lib qolyapti? X 0 ga teng, y 6 ga teng bo'lyapti. Demak, x 0 ga teng, y 6 ga teng. Bo'ldi. Mana shu nuqtalarni olib qo'yamiz. Chiziqli funksiyani o'zini yasashimiz uchun ikkita nuqta yetarli bizga. Demak, qo'yamiz demak. Qo'yadigan bo'lsak, u holda 0 teng bo'lib qoladi. A nuqtani qo'ysam, u holda 6 ta k plyusdan nima bo'lib qoladi? B bo'lib qoladi. Agar mana B nuqtani bunga qo'yadigan bo'lsak, u holda nima bo'ladi? Xo'p, 6 teng bo'lib qoladi B ga. Demak, B ni maniga olib borib qo'ysak, bundan kelib chiqadiki, kamiz nima bo'lib qoladi? -1 ga tenglik kelib chiqadi. Demak, x funksiyamiz qanaqa bo'lib qolar ekan? Kamiz -1 bo'lsa, mana bu minus bo'lyapti. Demak, minusdan x plyusdan bimiz 6 ga teng. Demak, 6 bo'lib qolar ekan. Gx funksiyamizning ko'rinishi x plus 6 ko'rinishda bo'lgan ekan. Bu birinchi qiladigan ishimiz edi mana. Endi ikkinchi qiladigan ishimizni aniqlaymiz. Ya'ni mana shu funksiyani tuzib olishimiz kerak bo'ladi. Endi x 0 ga teng bo'lganda nimaga teng bo'ladi? Funksiyamiz 4 ga teng bo'ladi. Bu yerga x o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, u holda s'miz nima bo'lar ekan? 4 ga teng bo'lib qolar ekan. Demak, birinchi o'rinda bizda mana shu fx funksiyamiz qanaqa ko'rinishda bo'lib qolar ekan? ax kvadrat plyusdan bx plus s'miz nima bo'lib qoldi? X o'rniga 0 qo'ygan vaqtimiz 4 ga teng bo'lib qoldi. Demak, mana buni 4 deb yozib qo'ysak ham bo'laveradi. Tushunarli bo'ldi? Endi ketdik. Xo'p, endi nima qilamiz? Qaranglar. Mana bu funksiya qanaqa bo'ladi? Funksiyamiz mana bu -2 nima 0 nuqtada nima bo'lgan ekan? X -2 bo'lgan vaqtda y ga 0 ga teng bo'lgan ekan. Endi qo'yamiz, demak, f da -2 da qiymati nimaga teng bo'lgan ekan? 0 ga teng bo'lgan ekan mana. 0 ga teng bo'lyapti. Buni qo'ysak, 4 da a minusdan 2 da b plyusdan 4. Bu 0 ga teng. Keyingi holatda bu tushunarli bo'ldi. Endi keyin qaraymiz mana. Mana shu funksiya ham, mana bu fx funksiya ham, keyin gx funksiya ham x ning 2 da nima bo'lgan ekan? Bitta qiymatga erishgan ekan mana shu joyda. Demak, funksiya mana gx funksiyaga olib qo'yadigan bo'lsam, gx funksiyani 2 da qiymatini hisoblaydigan bo'lsam, u holda bu x o'rniga 2 qo'yaman. Demak, -2 plus 6 hisoblaydigan bo'lsak, nima bo'ladi? 4 ga teng bo'ladi. Bo'ldi. Demak, x ning 2 nuqtadan mana shu kvadrat funksiyamiz ham mana bu chiziqli funksiyamiz nima bo'lgan ekan? 4 ga teng bo'lgan ekan. Ya'ni bitta qiymatga erishgan ekan. Endi mana shu 2 nuqtadan nima teng bo'lgan ekan? Mana bu fx funksiyamiz 4 ga teng bo'lgan ekan. Xuddi shuni qilamiz. Demak, f da 2 da qiymatini topadigan bo'lsak, u holda 4 da a plyusdan 2 da b'miz nimaga teng bo'lib qolgan ekan? Plyusdan 4 nimaga teng bo'lgan ekan? 4 ga teng bo'lib qolgan ekan. Mana 4 yozib oldim. Chunki f da ham 2 da qiymati, g ni ham 2 da qiymati mana shu nuqtada bitta qiymatga erishadi, 4 ga teng bo'lgan. Bo'ldi. Mana bu ikkalasini sistema qilib yechib olamiz. Demak, mana sistema qilib olamiz. Tepada 4 da a minusdan 2 da b plyusdan 4 imiz 0 ga teng bo'lyapti. Pastdachi mana buni tenglashtiramiz. Demak, 4 da a plyusdan 2 da b'miz nima bo'lib qoladi? 4 ni bu yoqqa o'tkazsak 0 bo'ldi. Endi buni yechamiz. Mana bu -4 ni bu yoqqa o'tkazib qo'yaman. U holda mana buni shunaqa teng deyman, 4 ni bu tomonga o'tkazib qo'ydim. Mana -4 bo'ldi. Shuni qo'shib yuborsam, demak, 8 da a miz nima bo'lib qolar ekan? -4 ga teng bo'lib qolar ekan. A ni topadigan bo'lsak, u holda -1 taqsim 2 ga tengligi mana kelib chiqdi. Endi a ni ixtiyoriy bittasiga olib qo'yib, b ni topib olamiz. Xo'p, b ni topadigan bo'lsak, mana bunga olib qo'yaylik. U holda nima bo'ladi? ikkita xullas kiram b dan b ni topadigan bo'lsak, b miz teng bo'lib qolar ekan, -dan 2 da a ga teng bo'lib qolar ekan. Endi a miz -1 taqsim 2 ga teng. Mana bu yerga qo'yadigan bo'lsak, u holda b mizni 1 ga tenglik kelib chiqadi. Demak, bizga mana shu ax kvadrat, mana ax kvadrat plus bx plus c
kvadrat funksiyani mana a'si ham ma'lum bo'ldi, b'si ham, c'si ham ma'lum. Demak, yozaman men bu yerda. Demak, f x funksiyamizning ko'rinishi qanaqa bo'lgan ekan? -1 taqsim x kvadrati. Xo'p, keyin plyusdan x plus 4 ga teng bo'lgan ekan. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lgan ekan. A savolda aytyapti, mana shu funksiyadan hosillanib 2 da qiymatini topib ber deyapti. Demak, hosillanamiz. F' x'imiz nimaga teng bo'lar ekan? Minusdan x plyusdan 1 ga teng bo'lar ekan. Endi hosilasini 2 da qiymatini top deyapti. Demak, f' da 2 da qiymatini topadigan bo'lsak, minusdan 2 plus 1. Demak, nimaga teng bo'ladi? Bu minus 1 ga. Demak, A savolimizga javob nima bo'lar ekan? Minus 1 ga teng bo'lar ekan. Ketdi. Endi biz mana bularni topib chiqishimiz kerak, mana bular. Xo'p, ularni topadigan bo'lsak, mana shu yerdan topib olamiz. Ketdik. Endi yaxshilab e'tibor beramiz. Birinchi 1 taqsim mana shu funksiyani hosilasini 1 taqsim a dagi qiymatini toping deyapti. O'zi a'miz -1 taqsim 2 ga teng. 1 taqsim bo'lsa, u nima degani? F' da -2 da qiymatini topib ber deyapti. Mana shuni topib qo'yaylik mana. F' da -2 da qiymat nima bo'lib qoladi shunda? A'ni qo'yapman, hozir 1 taqsim a da qiymat. Buni qo'yadigan bo'lsak, u holda xo'p 2 plus 1 bo'lib qolar ekan. Nima chiqar ekan? 3 ga tenglik kelib chiqdi. Bo'ldi. Demak, men 1 taqsim a da qiymatini topib oldim. Endi mana shu funksiyani 1 taqsim b dagi qiymatini topishim kerak, hosilasini. Demak, o'zi hosilasi nimaga teng edi? A ga teng edi. Demak, f' nimasi bo'lar ekan? 1 da qiymati bo'lib qolar ekan. Demak, o'zi f' funksiyani hosilasi nimaga teng edi o'zi? Minusdan x plus 1 ga teng edi. Endi xo'p, mana shu hosilasini 1 da qiymatini topishimiz kerak. Demak, 1 da qiymatini topadigan bo'lsam, u holda minusdan 1 plus 1 bo'lib qolyapti. Bu nimaga teng? 0 bo'lib qolar ekan. Endi bir hosilasini 1 taqsimsa, ya'ni sayimiz nimaga teng edi? Endi 4 ga teng edi. Mana 4. Demak, 4 qo'yadigan bo'lsa nima bo'lib qoladi u holda? 1 taqsim 4 da qiymatini topishimiz kerak bo'lib qolar ekan. Demak, f' ni 1 taqsim 4 da qiymati nimaga teng bo'lar ekan? Xo'p, mana bu yerga borib qo'yaman. Qo'yadigan bo'lsam, minusdan 1 taqsim 4 plus 1 bo'lib qoladi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 3 taqsim 4 ga teng bo'lar ekan. Endi hamma insa bor bizga. Hosilasini 1 taqsim a da qiymati, hosilasini 1 taqsim b da qiymati, hosilasini 1 taqsim c da qiymatlari bor. Faqat mana shu ifodaga borib qo'ysak bo'ldi. Demak, hosilasini 1 taqsim a da qiymati mana 3 ga teng bo'lyapti. Demak, qo'ysak 3 minusdan 5 ko'paygan. Hosilasini 1 taqsim b da qiymati mana 0 bo'lib qolyapti. Demak, 0 plus 2 ko'paygan, ya'ni hosilasini 1 taqsim c da qiymati nimaga teng bo'lib qoldi? Mana 3 taqsim 4 ga teng bo'lib qoldi. Demak, buni hisoblab qo'ysak bo'ldi. Demak, 3 mana 0 ketdi, plyusdan ikkalasi qisqaradigan bo'lsak 3 taqsim 2. Buni hisoblaydigan bo'lsak 4,5 ga teng bo'lar ekan. Demak, B savolimizga javob nima bo'lar ekan? 4,5 degan javob bo'lar ekan. Mana shu bilan 38-misolimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Ajoyib savollarni o'rganib boramiz.